2020-yilda ishlab chiqarilgan chokka rangdagi Spark avtomobili Yevropaysida navbatlar tayyorlab qo'yilgan. Diskalar, yaxshi oldagi balonlar, orqalar tonirovka, son holatlari, obshivkalari, qo'llar taqilmagan poliklari bor. Zavodskoy magnitofonlarda, mexanika korobkada, konditsionerlar ishlab beradi. 90 ming km masofani bosib o'tgan propan gazlargacha tayyor. Orqa ko'rinishlari avtomobilimizda. Yon tomondan mana shu oldi krelosida kraskasi bor ekan. Egasi aytishi bo'yicha narxga aytgan bo'lsak 6500 deyiladi, yana kelishtirib beriladi. Egasining raqamini opsiyada qoldirib o'taman. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobili ikkinchi paysi Yevropaysida propan gazlari 1.2.5 motorli avtomobilimiz. Yangi balonlar, diskalar o'rnatib qo'yilgan. Orqa o'yinlar tonirovka. Salonlar a'lo holatda, polik chuqurlar taqib qo'yilgan. Salonlar a'lo holatda, konditsionerlar ham ishlab beradi. Orqa holatlari ham yaxshi holatda. Olib haydashga tayyor bo'lgan Spark avtomobili. ...2016-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi Yevropaysida bo'lgan Spark avtomobili konditsionerlar a'lo holatda ishlab beradi. Propan gazlar bor, yumshoq balonlar, polik chuqurlar, hamma narsasi tayyor. Avtomobilimiz tan narxi 5500 deyiladi, yana kelishtirib beramiz. Bunaqa Sparkni har doim ham uchatavermaysiz. To'liq navrotli kamida 2000 xarajat qilingan Spark avtomobili 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Bilet faralarda tumankalar led qilib qo'yilgan. Diskalar, balonlarga baho bering. A'lo holatda ön oy tayyorlovda ruxsatnomalargacha tayyorlab qo'yilgan. Polik chuqurlar, akustikalar to'liq terilgan. Mers rul, magnitofon, Mers reflektorlar, Malibu bar, propan gazlar ham tayyor. Usilitel subwoofer hammasi qilib qo'yilgan. Olasiz haydash xarajat talab qilinmaydigandan. Visochni stoplar. Aytib o'tgandek avtomobilimiz ma'lumotini yana bir marta aytib o'taman. 2008-yilda ishlab chiqarilgan, to'liq navrotlari qilib qo'yilgan. Avtomat korobkada. Tan narxi 7000 deyiladi. Yana nasib bo'lsa sunnatiga o'tib beradilar. Savdosi pishib yotibdi bu avtomobilimizni. 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobkada 1.2.5 motorli avtomobilimiz. Avtomat korobkada propan gazlarga tappa tayyor. Eshik bilan krelosida kraskasi bor ekan. Mers reflektor, poliklar, richaklar, rullar, Porsche, abagrev, konditsionerlar hammasi bor ekan. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 130 ming km masofani bosib o'tgan ekan. Egasini aytishi bo'yicha orqa ko'rinishlari. Avtomobilimiz ko'rinishi a'lo holatda. Bo'ladi, bo'lmaydi, ketaveradi. 7-8. Shofer tomonidan ko'rsatib o'taman. Rullar, shumkasi yo'q ekan. Savdosi pishib yotibdi, narxini bilib bo'lmadi. Yozib qoldiraman narxini avtomobilimizni. 2017-yilda ishlab chiqarilgan, holatda a'lo darajada bo'lgan to'liq navorotli Spark avtomobili avtomat korobkada shumkalarigacha tayyorlab qo'yilgan. Salonlarga baho bering. Matoviy holatda turibdi. Yurgani ham ko'rsatib o'taman. 117 ming km masofani bosib o'tgan avtomobilimiz. Konditsionerlar bor. Olib haydashga tayyor. Orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi, obshivkalari ham yaxshi avtomobilimizni. Balonlari ham haydasa bo'ladigan. Orqa ko'rinishlari. Benzinda harakatlangan avtomobilimiz. Akamiz aytishlaricha mana shu kreloda pitno bor ekan, eshikka prexod bo'lgan ekan. Yengil DTPcha. Pitnochasi bor ekan. Holati a'lo ekan. 2017 avtomat korobka 117 ming yurgan, benzinda harakatlangan, shumka, yumshoq balon, poliklar hammasi tayyor. Avtomobilimiz narxi 6,5 ming deyiladi, yana kelishtirib ham beriladi. Opsiyada raqamlarni qoldirib o'taman. Labolarning narxiga baho bering. To'liq navorot qilingan ikkita Labo avtomobili 55 million, ikkinchisi 45 million naqd pulga olib ketishingiz mumkin.
Bu chifni qilingan, bu to'liq oranjiy salonda. Holatlarga baho bering. Metan gazlarigacha tappa tayyor. Tentlar, yaxshi o'rtagi balonlar, qalpaqlarigacha tayyorlab qo'yilgan. Orqa tentlari. Bu avtomobilimiz narxi 55 million. Ikkinchisi 45 million so'mga sotiladi. Yana kelishib beriladigan joylari ham bor. Balonlarga baho bering. Alloh holatda Tiffany salonda. To'liq navrotli metan gazlarigacha tayyorlab qo'yilgan. Raqamlarni yozib qoldiraman. Aloqaga chiqib, kelishtirib olishingiz mumkin. Yana bitta Nodatel Labo avtomobilining video obzor qilaman. Rangi avtomobilimiz to'liq yashilga sevib qo'yilgan. Oranjiy salonda. Qalpaqlar, yaxshi o'tdagi balonlar, metan gazlar, hamma narsasi tayyor. Bu rang ham yarashar ekan Labo avtomobiliga. Tentlari tayyor avtomobilimizni. Savdosi pishib yotibdi. Avtomobilimiz narxi anchagina arzon. Olib haydab xarajatini o'zini o'zi qoplaydigan avtomobillardan biri. Avtomobilimiz tan narxi 56 million so'ralabdi. Nasib bo'lsa yana kelishtirib savdo qilib olishingiz mumkin. Raqamlarni yozib qoldiraman. Oppoq rangdagi Labo avtomobilini video obzor qilaman. 2016-yilda ishlab chiqqan yaxshi o'tdagi balonlar, salonga navrotlari qilib qo'yilgan. Tentlari tayyor. Metan gazlarigacha tayyorlab qo'yilgan. Avtomobilimiz metanda ekan hozirgi paytda holatlari a'lo. Yaxshi o'tdagi balonlar, tentlar, poliklar, chiqonlar 227 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan, o'ziniki halol ekan avtomobilimiz yurgani. Linoleumlargacha tayyorlab qo'yilgan. Polik ham bonusga qilib berar ekanlar. Avtomobilimiz tan narxi hozirgi paytda 62 million so'raladi. Nasib bo'lsa telefon qilib yana sunnatga o'tib beradilar. 2025-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza, 15 ming kilometr masofani bosib o'tgan Damas avtomobilining video obzor qilaman. To'liq Tiffany salonni qilib qo'yilgan. Yabang karmital diskalar, yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan, poliklar, linoleum, chiqonlar, magnitofon, hamma narsasi tayyor. Bar, kolonka, Kenwood. Baho bering. Hammasi qilib qo'yilgan. Olib haydash kerak. Paroglarigacha tappa tayyor. Buferlar tuning qilib qo'yilgan. To'liq navrotli Damas avtomobili. Yili yangi, kam yurgan, narxi arzon. Avtomobilimizning tan narxi hozirgi paytda 7500 deyapti. Yana nasib bo'lsa telefon qilib raqamlarni yozib qoldiraman. Telefon qilib sunnatga yana o'tib berishadi. Yilda ishlab chiqilgan to'liq navrotli Damas avtomobili, optodiskalar, yumshoq balonlar, ablisovkalar, 75 ming kilometr masofani bosib o'tgan, xromlargacha qilib qo'yilgan, poliklar, linoleum, chiqonlar. Albatta a'lo darajada. Kraskalari mutlaqo top-toza deyishyapti egalarining aytishlari bo'yicha. Orqa ko'rinishlari 2021-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili 75 ming kilometr masofani bosib o'tgan, kraskalari top-toza, navrotlari tayyor. Metan gazlarigacha tayyorlab qo'yilgan avtomobilimiz. Narxi shampul? Bu arzonmi shu? Avtomobilimiz narxi 5,5 ming deyiladi. Nasib bo'lsa yana sunnatiga kelishtirib beriladi. Xohlaganlar uchun barterga ham gaplashsak bo'ladi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili metan gazlari, karmital diski, yumshoq balonlar, tonirovka ruxsatnomalari bilan tayyorlab qo'yilgan. Holatlari a'lo darajada, polik chiqonlari ham tayyor, linoleumlargacha qilib qo'yilgan. Uni haydash kerak. Rus havoyi yorilgan ekan. Orqa holati, orqa ko'rinishi avtomobilimizni 72 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Orqa ko'rinishi 2022-yilda ishlab chiqilgan, 72 ming kilometr masofani bosib o'tgan, karmital diska, yumshoq balon, metan gazlariga tappa tayyor, aerovkalari ham bor. 5500 deyiladi. Nasib bo'lsa sunnatga yana o'tib beradilar.
Vay 100 dolar. 24 ga 25 bo'lgan Damas avtomobili navrotlari tayyor, 14 000 km masofani bosib o'tgan, kraskalari mutlaqo top-toza, yumshoq yangi balonlar, karmitarlar, poweroklar, orqonlar tonirovkalarigacha tayyorlab qo'yilgan, polik chiqovlar, ko'rjalar qilib qo'yilgan. TS monitor akkuratni qilib taxlab qo'yilgan. Orqa ko'rinishlari, poliklar, linoleum hammasi tayyor. Orqa ko'rinishlari, gazlari ham tayyor avtomobil. Gazash aka. Gazash. Propan. Jak tam kraska muszat państwa dollar minimum. Gaz propan ekan, avtomobilimizda bir tomchi kraska chiqsa agar 500 dollar o'tib beraman deyaptilar. O'verin olib haydashga tayyor bo'lgan Damas avtomobili navrotlari ham tayyor. Narx ko'targan bo'lsak, avtomobilimiz tan narxi 6300 deyilyapti. Nasib bo'lsa sunnatga yana o'tib beraman deyishyapti. Raqamlarni qoldiraman, aloqaga chiqib olishingiz mumkin. 2024-yilda ishlab chiqilgan Darkon Blue rangda yaxshi oltigi balonlar, karmitarlar, polik chiqovlar, laminatlar, mechkar qutlargacha tayyorlab qo'yilgan. Orqa ko'rinishini ham ko'rsatib o'taman. Olib haydashga tayyor, metan gazlarigacha tayyorlab qo'yilgan avtomobilimiz. Darkon Blue rangda, kraskasi top-toza deyishyapti egasi. Avtomobilimiz tan narxi 6200 dollar. Nasib bo'lsa telefon qilib sunnatiga yana o'tib berishadi. 2022-yilda ishlab chiqilgan to'liq navrotli Damas avtomobili karmital diska, yumshoq balon, paroklar, orqonlar tonirovka, salonlar to'liq navrotlar qilib qo'yilgan, polik chiqovlarigacha tappa tayyor. Mechkar pultlar ham bor. Avtomobilimizda propan gazlari ham o'rnatib qo'yilgan. Olib haydashga tayyor Damas avtomobili. 5600 deyapti. Nasib bo'lsa telefon qilib sunnatiga yana o'tib berishadi. 1,5 krug masofani bosib o'tgan ekan Damas avtomobilimiz.